xatni sen deb o'qiymiz, sen deb o'qiymiz. Chaysanmi deymiz, chaysanmi deymiz. Hamda ishitish nisbati tangda tang. Undaqda bu ikkisini qanday farqlantiramiz deganda buni ma'no bilan ayirib olsak bo'ldi do'stlar. Ya'ni mushu chuvilgan, ajrilgan, ammo yana ko'gil bo'ldigan holat bo'lib qolsa 3-dan o'qildi, ha. Chuvilgan, ajirgan, lekin ko'gil bo'lmaydigan, taltuks yo'q bo'lgan bunda holat bo'lib qolsa 4-dan yana sen deb o'qildi. Maslanga, 他把手表拆散了 dedik. 他把手表拆散了. U qo'l soatini chuvatdi. Bu yerda qo'l soatini ya'ni ko'gil bo'ladi, lekin chuvilgan bo'ldi. Shunda bo'lganda biz 3-dan o'qiydik. Shunga 他把手表拆散了. Yana masalan, 别把队伍走散了 dedik. 别把队伍走散了deganimiz hamda Mavu nimadan qismdan to'yvu degan sap qism degani bildirdi, ha. Ya'ni mav qismdan ajrab ketmang, chechilib ketmang demakchi. Biye degan qilmang, etmang degan gapdi-ku, ha. Biye ba to'yvu zousanla, qismdan chechilib ketmang. Demak, u qism yana ba. Biroq siz chechilib ketdingiz. Bunda holat bo'lib qolsa, san 3-dan o'qiymiz. Yana masalan sanja deb qo'yamiz. Sanja degan ajrash, chuvilish. Masalan, "这个架子散架了." Bu jaza chuvilib ketibdi. Sanja了. Chunki bu chuvilgan, ajirgan, biroq yana ba. Shuning uchun 3-dan o'qidik, sanja. Endi 4-dan bo'lsa-chi, bu chuvildi, ajraldi, hamda yo'q bo'ldi, ko'gil bo'lmaydigan holat bo'lib qolsa 4-dan o'qiymiz. Masalan, 他和队伍走散了 dedik. 他和队伍走散了. U qism bilan qanaq qildi? Mavu adishib ketdi, qismdan tushib qoldi demakchi. Abiyam 走散了 degan. Biye ba 队伍走散了 degan. Ya'ni qism bilan mavu chechilib ketmang. 他和队伍走散了 desakchi, u qism bilan mavu ajrab bo'linishib ketdi demakchi. Zousanla adishib qoldi, qism bilan adishib qoldi. Demak, a qismni tushirib qo'ydi. Yana masalan, 他把我们拆散了. 他把我们拆散了. U bizni qanaqa qilibdi? Bo'libdi, ajirtibdi demakchi. Ya'ni miyadagi chaysan bo'lsa-chu, ikkimizning o'rtasini bilibdi, ayiribdi. Shu yo'q bo'ldi-ku. Shunga 他把我们拆散了. 他把我们拆散了. U bizni bilibdi, ajirtibdi degandek ma'noni bildirdi. Bilib oldinglarmi? Shuning uchun intayin inechki bir qoida bor bu yerda. Shu jumlaning oldi keyni qarab bog'lashtirib turib, zodi 3-dan o'qam deganman yoki 4-dan o'qam deganman degani shu ma'nosi qarab turib farqlantirmasak, farqlantirib bo'lmaydi do'stlar. Xit o'xshashligi o'qilish o'xshamayotdi. Shuning uchun shu mazmunni yurak berib saqlab olib, takrar ko'rib xotir qoldirib olgandan keyin bir ikki jumla tuzib pinonchida avatib yiqinglar, yo bo'lmasa men misol keltirib bergan jumlalarni yozib avatsanglar bo'ldi do'stlar. Oxirida shunaq so'zmi-so'z tafsili hamda shu so'zlarning ishlatilishini bilsam bo'ladi. Men bir o'rgangan so'zlarimni joyida ishlatsam bo'ladi deydigan o'rganuvchilarimiz, az deganda 1 oydan 3 oygacha vaqtni men o'rganishga chiqara oldim. Kunda oldi keyin bo'lib 2 soat vaqtni o'rganishga chiqara oldim deydigan do'stlarimizga bizning o'xshashlar shu o'rta saviyaning yetaklashimiz davomlashyapti do'stlar. Burun kitob olatdinglar, men kitobni hozir kitob olmasanglar bo'ladi. Qolgan tafsilotini agar o'rganishga vaqt sharoitinglar yer bersa, boshpat undar nomerim bor, meni qashlab ayrim so'rsanglar bo'ldi, ha.